Assalomu alaykum. Andijon turizm xizmatidan Sharxonga keldik. Xususiy maktabga koloduslar to'ldi. Bu yerdan koloduslar to'ldirish hisobiga mana turbalar qilib qo'ygan hisobiga mana suv toshyapti. Ular bilan hozir ko'rsatib beraman, bartaraf etib beramiz hozir. Mana ikkita turba qo'shilib ulangan ekan. Bu yerdan hozir koloduslariga chiqmayapti ekan mana. Aşağıdan hozir sizlarga ochib ko'rsatib beraman, bartaraf etib beramiz. Andijon turizm xizmatlari 23/7. Andijon turizm xizmati mana Sharxondagi obyektni nima qilib yurgizib beryapti, solib hamma yoq qilib ehtiyot bo'lamiz. Yağlama ilerleydi. Tamam. Kaçarlıkla koyup koydum. Şuradan bıraklardı. Kalyanın üstüne. Her bir o içeri bir kadar kültüreliyim mi? Numaralar bir çıkacağız mısın? Ha? Müziklerden tuzunda kalyanın üstüne tabi uğraşacağız.